Gonka admin bo'ldi. Chunki Alijon qilolmaydi. Chunki Alijon faqat videoda gapiradi, mashinani maqtaydi. Ali, men sen bilan gonka qilaman. Vaqtni cho'zmaylik. Bunday salarga Просто для интерес men mashinani gonka qo'ymayman. Chunki men bu narsani sendan talab qilganim yo'q. Aliga aytganman, kim meni gapimga ishonmasa, mana shu videoni kirib ko'rishingiz mumkin. Jahon magazinda iPhone 11lar 10,000 rubldan 25,000 rublgacha. Jahon Telegram kanalida bir oy hech narsa qo'ymagandik. Endi shu uchun sizlarga bir oy aksiya bo'ladi. O'zi Ramazon oyi bilan barcha musulmonlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu uchun sizlarga yangi aksiyamizni boshladik. Jahon magazini ikkita filialda ham 1-mart oyidan 1-aprel oyigacha juda katta aksiya bo'ladi. Agarda siz bu telefonlarning aksiyalarini ko'rmoqchisiz, to'liq Telegram kanaliga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agarda siz Rossiyaning boshqa oblastda, boshqa shaharda bo'lsangiz, biz Rossiyaga tashrif qilish xizmatimiz bor. Hammaga assalomu alaykum. Haqiqatda to'lqa jahondan eshitasizlar, ya'ni mendan eshitasizlar. Qaranglar. Salom alaykum hammaga. Gonka nima bo'ldi? Gonka nima bo'ldi? Gonka mamasini qarniga ketdi. Gonka admin bo'ldi. Sabab Gonkaga jo'xa kulish-nakulishga ko'nmadi. Shuning sababidan Gonka mojid admin bo'lishi hali natuda nasida bo'libdi. Shuning uchun nima deyman? Просто для интерес men mashinani gonka qo'ymayman. Просто для интерес men mashinani gonka qo'ymayman. Men qimor o'ynayman, Alijon. Men esa qimor o'ynamayman. Men haq tomondaman. Bitta endi 100 metrga qo'yamiz, kulish deganimga men qimorchi bo'lib qolganim yo'q hali. Chunki men bu narsani sendan talab qilganim yo'q. Sen mendan talab qilyapsan kulichga qo'yishga. Men yana aytaman. Bundan keyin o'zi boshqa aytmayman. Bu oxirgi senga aytishim. Bu mashin bilan seni mashining juda farqi katta. Meni hatto o'zimning mashinimning yili shunaqa dizayn, shunaqa bo'lsa, men qo'yishim mumkin, menga interesni bo'ladi. Chunki Ali seni BMW eski, тем более женский цвет menga qiziq emas. Endi qaranglar. Videoni Alijon 6 soat, mana 6 soat oldin qo'ygan. Endi qaranglar. Men Aliga qachon atvet qilgandim, gonka qilamiz deb. Jo'xa. Mana YouTube kanalim meni, qaranglar, mana YouTube kanalim. Men qo'ygan videoni qaranglar mana. Mana men Aliga atvet qilganman. Video mana qaranglar. 2 kun, 8-mart kuni qo'yilgan. Aliga aytganman, kim meni gapimga ishonmasa, mana shu videoni kirib ko'rishingiz mumkin. Men Aliga aytganman, Ali, men sen bilan gonka qilaman. Vaqtni cho'zmaylik, hype qilma, bez podpiska, bez like, ertaga deganman. Mana shu videomda bor. Mana. Nima uchun bu narsani hech kim bilgan yo'q. Qo'ying. Jo'xodan hype qiladi. Biz ular bilan hype qilmayman dedi. Mana. Men qayerda aytdimki, senga mashinamni bermayman dedi. Bu narsani sen boshqacha tushungansan. Alijon, sen bu narsani boshqacha tushungansan. Bu qimor bo'lib qolyapti. Mana. Men senga aytdim. Men mana shu videoda ham aytdim. Hozirgi videoda ham aytdim. Endi eshitinglar yana. Mana mushukcha aytgan, mana shu bugun. Mana. Bugun 8-mart. Mana. 8-mart. Ertaga qilamiz. Mana. Bilsanmi sen? Ertaga mana shu ertaga o'ziga. Sen qila olmaysan. Chunki Alijon qilolmaydi. Chunki Alijon faqat videoda gapiradi, mashinani maqtaydi. Men aytganman, u Ali menga oradan 3 kun, 4 kun o'tib menga atvet qilyapti. Menga nima kerak? Men hamma narsani issig'ida, vovвремя qilaman. Esi xohlamadingmi? Ali, men ko'p gapiraman, hali videom cho'zilib ketdi. Esi Ali xohlamadingmi? Sen aytdingmi, gonka bo'lmaydi dedingmi? Значит, men tayyor bo'lgan paytim sen xohlamayapsanmi? Bo'ldi, tamom. Sen Ali o'zingni женский цветingda, BMW'da, женский цветingda ketaver, u yerda ketyapsan, yo'ling shaqda seni. Sen o'zingni ishingni izingdan, men o'zimni ishimni izlaman. Esi bo'lmaydigan bo'lsa, men Ali, sen ko'rib turibsan, что odam xalq ko'rib turibdi. Men biror marta kunduz kuni video olganim yo'q. Chunki meni o'zimni ishlarim, bilasan, meni ishim juda ko'p. Men faqat mana soat qarayman, 10:30 bo'lyapti kechasi. Ozgina bo'shadim, endi video qilyapman. Chunki meni vaqtim yo'q Ali sen bilan hype qilishga,
tam like uchun подписка uchun men videolarimda aytganman, mening подписчиklarimga o'zimga достаточно. Shuning uchun дорогой, sog' bo'l, salomat bo'l. Endi men o'ylayman, bu meni oxirgi senga videom, sen ham menga o'sha video qilmasang kerak, chunki o'zing oxirida отказ qilding. Всё, el xalq bildi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagram, Telegram, YouTube, TikTokka подпискамni bosib qo'yinglar. Дальше sizlar bilan от души, kimda kim men bilan agar yana gonka xohlasa, без ничего, без ключ на ключ, без pul, без ничего, xot Hyundai Solaris bo'lsin, xot Matiz bo'lsin, xot Tico bo'lsin, delar interes video qilamiz. Delar interes video qilamiz. Просто o'zimiz uchun. Unaqa hype qilib, unaqa o'yinchoq, unaqa chista, akkuratni, hurmat yuzasidan, молодец, mana shunday qilib gonka qilamiz. Men bu narsaga hech qachon hech kimga yo'q demayman. Shu, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga abdushamat. Hamisha jonlaring sog' bo'lsin. Kimda qanaqa fikri bor, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qo'yinglar. Oxirida shu videoga bitta like bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Abdush hammaga rahmat.